Mana shu yil 2025-yilda mana shu fermer xo'jaligimizda 48 gektar maydonga xorijiy nov yana Xitoyning 57 novini ekib dehqonchilik qildik. Bu novning afzalliklari uchun mana shu novni ma'qul ko'rib ekdik. Chunki avvalgi yillar o'zimizning mana shu novlarimizni ekkanmiz. Bultirgi yilda ham 82-90 novini ekkanmiz. Hosil yomon hosil olmaganmiz, lekin bu yilgi yilda mana shu ilg'or tajribalardan suyangan holda mana shu novni ma'qul ko'ribdan ekkandik. Yil boshidan beri tajribalarga suyandik. Bularning avtorlari, texnologlari keldi. Ulardan ko'p nimalarni o'rgandik. Mana shu novni bu yil ekib, menimcha hosildorligimiz mana bir 10-15 gektar yerda tergandik. Mana hozir nima qilyapmiz? 60 sentnerdan kam hosil berayotgan yo'q. Chunki birinchidan bu novni 76 sxemaga ekkanmiz. Ilgarigi yillarda 90 sxemada ekkanimizda ancha yerlarni yuttirganmiz. Masalan, mana shu 26 gektarlik karta bo'yi 320 metr, eni 810 metr. 810 metr. Shunga hozir mana 76 sxemasida ekkanmiz. Mana shu 810 metrda 1066 ta jo'yakka paxta ekilgan. Agar biz 90 sxemaga ekkanimizda bu yerda 900 qator bo'lgan bo'lardi. Shuning o'zidan biz mana shu kartada 76 sxemaga ekishning o'zida biz 4 gektar yutyapmiz. 4 gektar maydonni ekonom qilyapmiz mana shunda. Bu deganimiz mana shu sxemaning o'zida 20 tonna paxta yutyapmiz deganimiz. 20 tonna paxta yutyapmiz deganimiz, uni agar umumiy 26 gektar maydonga shuni bo'ladigan bo'lsak, bu deganimiz 7-8 qarib 8 sentner mana shu sxemani o'zgarishning o'zidan biz yutyapmiz. Mana paxtaning ochilishi, xudo xolasa biz bu yerdan 62 sentner kutyapmiz. Biz bu yerda aprovatsiya qildik. Har tomonlama o'lchab ko'rdik, nima qildik? Mana shu yerdan ilgarigi yillarda masalan mana shu kartadan biz gata bir 40 sentner, 41 sentner atrofida paxta olganmiz, lekin bu yil xudo xolasa 62 sentner paxta olish nimasini avvalo xudo mana shu tosh tarozisini bersa, hech emas o'sha paxta chiqadi deb turibmiz. Birgalikda mana biz bu yilda juda ko'p ol qildik. Mana hozir viloyat hokimimiz Ulug'bek Mavloniy shu bu yilda paxtani yetishtirishga, mana shu dehqonchilikda qilishga juda ko'p yangiliklarni joriy qildi, dehqonlarga juda qulayliklarni yaratib berdi. Biz kelajakda mana shu Ulug'bek Mavloniyga bizning xalqimiz bir necha marta aytganmiz, shu bu yildagi dehqonlarning bo'lgan suyanchi, dehqonlarga bo'lgan haligisi, dehqonlarni qo'llab-quvvatlashiga fermer xo'jaliklarimiz bir hammasi katta rahmatlar aytib yuribdi. Bundan keyin biz hali bundan ham ilg'orlar 70 sentnerlar uchun harakat qilayotgan fermerlarimiz bor. Xudo xolasa bu yil 65, 62, 65 sentner kutib tursak, bu yilgi yillarda bundan keyin mana shu novlarni yaratib ekib bir 70 sentner, 75 sentner hosil olish rejalarimiz bor.